Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Bugun 8 ayning 7 kuni Juma. Bugun sizlarga ozroq uchrashib yetkazib qo'yay. Sal kechkiroq chiqib qoldim bugun. Kunduz ishimdek aldirashib ketib. Shunga afv qilinglar. Yana o'xshashlar oldi bilan shu xalqaro dik ishlardan ozroq day, undan keyin vatan ahvolini deb biray. O'tgan hafta cho'ng xabarlarning birisi O'tgan hafta Xitoy tashqi ishlar ministriniki bayonotchisi qilgan bir bayonotida buni nimaga qarta qilgan bu Bingtuan va uning ikki cho'ng amaldoriga Amerika qonun jazo qo'llanganligini e'lon qilgandan keyin bu bayonot e'lon qilib Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan 3 xil kuchlikka zarba berish irodasi qat'iy o'zgarmaydi degan gapni qildi. Ular bunday gaplarni deb uzun bo'lib ketgandi. Yenilamkin degani bölgünçiler, diniy oshqullar va terrorchilar qatorliq 3 xil kuchga yordam berish irodasini qat'iy o'zgartmaydi Xitoy hukumati degan o gapni dedi. Shu kunning o'zida yana Fransiyadagi Xitoy elchixonasiniki boshlig'i umumiy o'tirib chiqib so'zlab, biz chet elliklarniki Jungoniki kishilik huquq ahvolini tashvish bahanasi bilan Jungoga kelib, Xinjiangning ishiga va Jungoniki ichki ishlariga aralashishiga qat'iy yo'l qo'ymaymiz degan bu gapni nima dedi. Bu gaplar to'g'riliq mencha o'ylanib ketdim. Hozir xalqaro Xitoyga besim ishlatayotgani 3 yildek bo'ldi herhalde. Şu 2017 yıldan keyin Xitoy hukumati Uyg'urlarga qaratgan shu cho'ng bostirish, Uyg'urlarni vayron qilish, Uyg'urlarni yo'qotish ishlarini yo'l qo'ygandan keyin xalqaroniki Xitoyga qaratgan besimi o'zliksiz kuchayib mongdi. Hozir buni 3 yil bo'ylab qoldi. Mushtaq bo'lgan bir paytda bular yana hech qanday tap tatmay mush gaplarni deyotdi. Men sizlarga burun deb kelgandim. Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatida hech qanday o'zgarish yo'q, planda hech qanday o'zgarish yo'q. Bular o'zlariniki burun tuzib olgan planini aynan ijro qilyotdi degan gapni so'zlab kelgan. Bu qatim yana bir isbotlandi bu. Burundan bu gaplar anglab baxmag'ili bir yil bo'lib ekan. Shuning bilan bu qatim anglagandan keyin nihoyatda ko'nglim yerim bo'lib ketdi. Nimishqa deganda o'zlarim xabarda bor. Vatanning ahvoli aydan ayga nihoyatda nacharlashmayotdi. Hozirmi xalqimiz intan ig'ir kunga qoldi. Men tunugun bir yerdan angladim. Hozir vatandagilar bir piyola suvni xotirjam ichjalasa shuni xo'sh bo'ldi ekan. Ashta bir holatga qoldi. Mushundaq bir kunda bulayina biz Uyg'urlarga qaratgan siyosatimizni qat'iy o'zgartmaymiz degan gapni bir bayonot shaklida o'tirib chiqaryotdi. Shunga bu ish hammamizni o'ylantirish kerak. Bundan keyingi hayotimizni qanday yashaymiz degan ish to'g'riliq. Xitoydagi siyosatda hech qanday o'zgarish bo'lmaydi ekan bundan keyin bu. Ondan keyin mushaqda, shu xalqaroda hozir Uyg'urlarniki ishida nihoyatda kaskin maydon tutib, kaskin so'zlar bilan bayonotlar qilayotgan endi Amerika. Shu bir haftaning ichida Amerikaniki tashqi ishlar ministri Pompeo necha qatim Xitoy Xinjiangdagi kishilik Uyg'urlarning kishilik huquqini dafsanda qilishini qat'iy to'xtatish kerak degan gapni udan necha kun dedi Pompeo. O'sha deb keldi. Amerikadan boshqa yerlarda shu Uyg'ur masalasida Xitoyga bir qattiq siyosat qo'llash jihatda bir cho'naq ish bo'lmaydi. Şuna bu jihatda Amerikaga hammamiz rahmat aytsak bo'ladi. Endi hozir yangidan chiqqan yana bir xabar, ehtimol sizlarniki xabaringlarda bor. Hozir nimada BDXda Xitoyniki BDX degan oralida shu pishqadam davlat rahbarlari bilan hozirgi davlat rahbarlariniki bir uchrashish bo'lyotdi. Endi yaqinqi ba'zi alomatlarga asosan ba'zi Xitoy tahlilchilari, analizchilari mush qatimki yig'in jarayonida bir siyosiy o'zgarish bo'lishi mumkin.
bir olsa Xi Jinpingni o'ltiritishi mumkin yoki hech bo'lmagan taqdirdami uniki huquqini burunga qaraganda ojizlashtirishi mumkin degan gaplarni o'tirib qo'yatadi. Buniki sabablari bor. Sabablarini hozir deb beraman. Buniki bir alomati shu Xitoylarniki butun tashqi qurollarda shu Xitoyniki ishlar to'g'ri so'zlaganda oldi bilan Xi Jinpingniki rahbarligida deb kiradi toki yaqin qadar. Shu BDXdagi yig'in boshlangandan keyin yaqinki bir chiqargan xabarda Dang Junyan, Guoyan va Xi Jinpingning rahbarligida degan gapni olibdi bular. Xi Jinpingni 3-chi o'ringa qo'yib qo'yibdi. Bu Xi Jinpingniki huquq jihatdan biroz ojizlayotganligini bir ifodasi ekan Xitoy tahlillarniki deyishicha. Men Facebookga bir video chiqarib qo'ydim. Xitoymi yaqinda shu Amerikaniki GPS qo'shish bir sistemini ishga soldi bular. Shu munosabat bilan bir yig'in ochgan. Shu yig'inda yig'in bosh qo'ygan bu nima Liuhe degan Xitoy Xi Jinpingning ismini atab o'rnidan turib xalqlarga qarab chavoqlarni chilib undan Li Keqiang kelgan chog'da ismini atab lamkin chavoqchalarga fursat bermadi yutib ketdi. Satchilik bir ish bo'ldi bu. Onun videosi hozir mening Facebook'imda bor, ko'rib baqsanglar bo'ladi. Hozir Xitoynichidagi shu huquq kurashi nihoyatda keskin elib berilg'il turibdi. Endi men abayatdan tunji bo'lib Xitoyniki Uyg'urlarga qaratgan siyosatda o'zgarish bo'lmaydigan o'tirib qo'yib buniki mandavatiman. Buning sababi hozir xalqaroniki ta'sir kuchi bilan Uyg'ur masalasiniki pat yaqinda hal bo'lishidan umid cho'ng emas hozirmi. İlgilashib bo'yotdi. Har kun to'xtamay ilgilashlar bo'yotdi. Lekin yaqinda bu ishlarni hal qilib ketadiganligi haqida bir aniq ifodalar ishoratlar yo'q xalqaro. Lekin agar Xitoyniki shu ikki jihatdagi huquq kurashi tufaylidan kompartiya hokimiyati ag'darilib tushsa, Uyg'urlar uchun bir cho'ng yaxshi fursatdan birisi keladi. Ben şuna hozir shu jihatda cho'nroq umid kutyapman. Bu qilish mumkin deb. Ishqilib Xitoyniki huquq rahbarlik qurilmasida bundagini cho'ng o'zgarish bo'lganda qiladi. Endi nima uchun hozir Xitoyda mana bir ehtimollik tug'ildi desanglar, yaqinda yana bir cho'ng ish chiqdi. Bu nima deganda Shveysariyaniki tashqi ishlar ministri Xitoyniki shu kishilik huquq tafsandchilik ishlarini tanqid qildi. Bu ish Xitoyni qattiq cho'chitibdi. Bunda bo'lishiga sabab xabarlarda bor, bu Shveysariyada intayin ko'p banklar bor. Shveysariya 300 yillik vaqtning ichida neytral o'tir maydonda turib, hech qanday bir davlatga yon bosmay, o'ziniki bank sistemlarini intayin esli qitmangan bo'ladi. Ikkinchi dunyo urushidami shu Shveysariya bankasiga pul qo'yganlarning hammasining pulisi saqlanib qolgan shaharda. Hech qanday ziyon uchirmay. Lekin Shveysariya urushga kirmadi, Germaniya ham hujum qilmadi, yana bir taraf hujum qilmadi, ish qilib Shveysariya o'tirdi bir maydonda turib boshlab kelgan. Hozir endi Shveysariya chidamay, mana Xitoy hokimiyatiniki qilayotgan ishlarga chidamay, buning ichida Uyg'urlarga qaratgan cho'ng zulm bor albatta. Hozir ham o'tirib chiqib so'zlashga majbur bo'ldi. Bu so'zligini buningdan keyin Shveysariya shu insonparvarlik nuqtasidan biroz maydon tutadigan bir xil ishoratni berdi. Ashning bilan bu Xitoylar intayin tiptirang bo'lib ketdi. Tiptirang bo'lib ketishga sabab mana shu Xitoyniki markaziy hukumat rahbarlariniki Shveysariyada 5000 dan ko'p bank hisobi bor ekan. 5000 dan ko'p. Demak, bular nihoyatda ko'p pulni Shveysariyadagi banka qo'yib qo'ygan degan gap bu. Xitoyda 10% odam Xitoy iqtisodiyotidagi Xitoy boylig'iniki 90%ni egallab olgan. Demak, bu 10% dak odamda Xitoyniki 90% boylig'i mishlarning qo'lida. Ashta bo'ldi degan gap, bularning nurg'un pullari Shveysariyadagi bankada bor degan gap. Agar Shveysariya mana hozirgidek siyosatni bir maydon tutib, Xitoyniki shu inson qalbidan chiqqan qilmishlari tufaylidan agar ularning pulini to'ntib qo'yman deydigan mushtaq bir ahvol vujudga chiqsa,
bu Xitoylarni intayin qattiq tirpirang qilib aytadi. Əmliyatda məş tirpirang hazır başlandı. Yaqin yoki Xitoy haqida bayonot e'lon qilgan yoki tadbir qo'llangan, masalan, Amerikadagi bir qism davlatlar o'tirib chiqdi hozir. Har qatam Xitoy unga intayin qattiq inkos qaytarib, tahdid solib degandek ishlarni qilib ketgandi. Agar shu yaqinda chiqqan shu xabarlarga bilan diqqat qiladigan bo'lsanglar, Shveysariyaga kelgan chog'da Xitoy intayin yumshoq muomala qildi. Shveysariyaniki o'tirib qo'ygan, o'tirib chiqqan bayonotiga nisbatan Xitoyning rahbarlari nihoyat yumshoq sipoya qilib, ashta positsiya bildiryapti. Sababi nima desa, hammasini yurgib poq. Bu 5000 dak bank hisobidagi pulimizni quruq deb. Bular bu pulni qarab quruq qolsa, Xitoyniki ko'plagan amaldorlarniki ayollari, bolalar ham sirtda tuqqanlari. Ular pul sashadi bor degan gap. Bu pulni to'ntasa, butun Xitoy hokimiyat peshidagi kishilarniki jamoati nihoyat ig'ir darajada zarba uchraydi degan gap. Shunga bular biroz tiptiram bo'lib ketib qolgan sabab shu. Ondan keyin uchinchi xabar, bugun bir narsani uchratdim men. Bu Amerikada bir necha mukofotlar bor. Kino mukofoti, Oscar mukofoti, buni Oscar mukofoti deydi inglizcha. Buni amalga bilasizlar. Undan boshqa shu televizor axborotchilik sohasidagi yaxshi programmalar beradigan Emmy mukofoti degan bir mukofoti bor. Buningki shu mukofotga ko'rsatilgan programmalarning tizimligi tunugun e'lon qilindi. Shuning ichidagi bir kategoriya eng yaxshi tekshirish dokladi degan bir kategoriya bor ekan. Albatta bu televizor programmalari qaratilgan narsa bu. Buningga 5 program tanlanibdi. 5 program tanlanib, uning ichidagi 3'i shu Uyg'urlar haqidagi programlarga. Shu mukofotga nomzod bo'lib tanlangan 5 programniki 3'i Uyg'urlar haqidagi program ekan. Shunga buni anlatmayib xush bo'ldim. Bu programniki birisi ABC'niki, yana birisi CNN'ning, yana birisi HBO'niki. Shu 3 shirkatniki programlarga shuni tanlanibdi. Bu hozir Uyg'urlarniki, Uyg'ur masalasi xalqarada qanday bir darajaga ko'tarilganligini bir endi ifodasi deb qarashga bo'ladi. To'rtinchi xabar, buni ehtimol ko'plaringlar angladinglar. Amerikaniki sayya va human service deydi. Human service degan gap shu odamlar bizniki tashkilot bilimidagi o'rin endi. Tashkilot ministridagi odamlarni ish qurlashtiradigan, odamlarni boshqaradigan ministerning boshlig'i Alex Azar Tayvanga boradigan bo'ldi. Amerika hukumati shuni qaror qildi. Amerika Tayvan bilan bo'lgan diplomatik munosabatni 1979 yilda uzildi ekan. Shundan keyin Amerika bilan Tayvan o'rtasida bunday rasmiy bir diplomatik munosabat, davlat rahbarlari o'rtasidagi bunday cho'ng munosabatlar bo'lib boqmoqda ekan. Mana shu 1979 yildan keyingi tunji qatimliq bir ishga buni ahamiyati bak cho'ng deydi. Hozir endi shu siyosiy analizlarniki qarashicha Amerika Xitoy bilan bu Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatib, Xitoy bilan bo'lgan diplomatik munosabatni uzib etish ehtimolligimi bor deydi. Bu yerda bir ehtimollik Amerika Xitoyni bir yerga qarib qo'yib hozir ish boshladi. Burunqi 3 bayonotdan kelishim bor deb bularniki Amerikalardan Xitoy o'tirsida bir jungo bu deydigan. Hozir uni bir yerga qarib qo'yib hukumat amaldorlari o'tirsidagi mushtaq ziyorat qilishlar bo'lyotdi. Bir bo'lsa Amerika Tayvan bilan diplomatik munosabat o'rnatishi mumkin deydi. Xitoynikini uzmay Tayvan bilan o'rnatish mumkin deb. U joqda lekin Xitoyga sen nima qilsang qil, uzman desang marhamat, uzmayman desang mana deb mushtaq qilish mumkin deydi. Shunga bu xabarniki ahamiyati bek cho'ng endi. Agar bu ishlar bo'lib qolsa, bu Xitoyga nisbatan nihoyatda bir cho'ng zarba bo'ladi. 5-chi xabar, Amerikadagi bu Seattle degan Washington shtati bor, u g'arbiy qirg'oqda.
Tinch okeanniki buyida. Şu shtatdagi musulmon o'quvchilar yaqinda aktiv faoliyatlarni olib berayotgan. Shular yaqinda bir hamkorlik guruhi quribdi. Uyg'urlarni erkinlikka chiqarish o'quvchilar birlashmasi degan. Shu narsani o'zi chiqarib, bular bir torbet qurib yasabdi. Torbet adresini müşterilikseniki videosunu aslında çıkarıp qo'ymaydi, ko'p aqsanlar bo'ladi. Andan keyin bular bundan boshqa yaqinda bir video ishlab tarqatdi. Bu videoni intan ko'p odamlar ko'rdi. Bu videoda nima Uyg'ur qizidan Aydin Anvar, andan keyin doktor Yasir Qozi, andan keyin Umar Sulaymon, Yasir Qozilar, Umar Sulaymonlar Amerikadagi tunilgan İslam dini ölemaları endi. Üç adam sözleydi bu videoda. Uygur meselesi doğruluk. Bu programın çok adamla köyde. Ben Facebook'umu çıkarıp koygandım. Ko'p aqsanlar bo'ladi. Şu videoni tayyorlovchilarmi şu Uyg'urlarni erkinlikka chiqarish musulmon o'quvchilar birlashmasini qilgan ishgan. Bundan aytib suyundim. Shu narsalarga deb o'yladim. Yana bir cho'ng xabar. Xalqarалық beş köz deydigan xalqarалық beş köz birleşmesi deydigan bir birleşme var. Bu birleşmede aslında Amerika, Angliya, Avustraliya, Kanada ve Yeni Zelandiya qatarlıq beş devletler var. Eğer bu devletlerin o'rniga qarab baxsanglar, asosan Xitoyniki etrafida Xitoyni kuzib turadigan ko'zlardek bir narsa bu endi. Hammasi Xitoy qartilgan bir beş devletninki birleşmesi bu. Bununla yakında Yaponiya memnun qatnaşsam deb iltimos qilib, uni ma'qul bo'libdi. Şunu bu köz altı bulduğum bo'libdi. Şunu bu cho'ng bir xabar bo'ldi. Buniki ahamiyati bek zo'r. Bu birleşmeniki ikki sohada ishlab boradigan birleşme ekan bu. Onun birincisi axborotlarni o'rtaqlashish. Axborot degan chog'da qislanma shu josuslik, harbiy, hamjihatlik axborotlarni o'z ichiga oladi. Meniki tushunishimcha Xitoyga qartilgan Xitoy haqidagi axborotlarni bular tang ishlatish degan ma'noni bildirdi deb tushundim men. Yana birisi harbiy jihatdagi hamkorlik. Bu intayin muhim. Bu hozirgi zaman urushlari ajoyib bo'ldigan bo'ldi. Mesela eng oxirgi urushmish Iroqdagi urushlarni ko'rdinglar. Bu o'xshagan davlatlarniki harbiylar o'tirishidagi hamkorlik, undan keyin bir davlatning ichidagimi Deniz armiya, hava armiya, qurulq armiyasi qatorliq o'xshamagan armiyalarniki hamkorligi. Bu hozirgi bu tor dunyosida endi bu ishlarni yaxshi olib berish urush uchun endi bak muhim narsalar. Shunga bunga Yaponiyani kirishi nihoyatda bir cho'ng o'zgarish yasaydi ekan. Sababi Yaponiya bak taraqqiy qilgan. Yaponiyaniki Ikkinchi Dünya urushidan burun Yaponiyadagi deniz armiyasi amaliyotda dunyo bo'yicha birinchi kuchli davlat. Deniz armiyasi jihatlarda pek kuchli davlat. Hozir bular deniz armiyasini nihoyatda tez suratda asliga keltiryotadi. Buni qilyotadi, undan keyin boshqa texnika, kuchli texnikalar jihatdami Yaponiya pek kuchli davlat endi. Asta boshqa ularniki bu 5 ko'zga qo'shilib 6-chi ko'z bo'lishi nihoyatda cho'ng strategiyalik ahamiyatga ega. Xitoyni bir taraf qilishga kelgan chog'da. 7-chi xabar tunogin Amerikaning tashqi ishlar ministri Pompeo Pakiz Tor loyihasi deganda Pakiz Tor plani deganda bir plan o'tirib qo'ydi. Bu nima degan chog'da shu dunyodagi shu Tor aloqasini pokizlash. Bu yerdagi pokizlash degan gap Xitoyniki ta'siridan qutuldirish degan narsa. Mush narsani o'tirib qo'ydi. Buniki shu tor mulozimat sohasini pokizlash, undan keyin applarni pokizlash, masalan telefon applarini, undan keyin soliq ma'lumotlarini saqlaydigan yerlarni pokizlash, undan keyin bulut aloqasi bu yerdagi ishlarni pokizlash, undan keyin cable deganimiz masalan Amerika bilan Osiyo quruqligi o'tirsida nurliq taloda tutashtirilgan nurliq taloba dengizning suvi orqali tutashtirgan. Bu narsada burun
Xitoy bilan Xitoy bu narsada Hong Kong bilan o'tashtirmoqchi ekan. Asli planda hozir o'zgartib Tayvanga bilan qildigan bo'pti. Ishqib Xitoydan yiroq turish mush sohadagi ishlar. Ondan keyin mush ushur yo'llarini pokizlashlaydi. Başta bir pokizlash nimasini loyihasini o'tirib qo'ydi. Bütün dünyani mushunga qatnashishga chaqirdi. Hozir nurg'unlar qatnashyapti bunga. Bu bir aytib cho'ng o'zgarish. Hozir endi mushu Amerikadagi mushu yeniliklarga asosan ba'zi odamlar dunyodagi tor aloqasi ikki cho'ng guruhga bo'linishi mumkin deydi. Birisi Amerika boshchiligidagi g'arb, yana birisi Xitoy boshchiligidagi diktator davlatlar. Mushu ikkiga bo'linib ketishi mumkin deydi. Ishqilib hozir Amerika endi o'ziniki mushu internet mushu tor aloqa narsalarni Xitoyniki qo'ldan yiroq tutish, Xitoyning ta'sirini butunlay tozalash jihatda qattiq tadbirlarni olyapti. Ehtimol xabarlarda bor. Hozir Amerika TikTok, Douyin bilan WeChat undidor ikki appga hozir 45 kun vaqt berdi. Bu ikki appni Amerikaning shirkatlari setilishiga. Agar 45 kunning ichida bu Amerikadan setib oladigan shirkat chiqib, ularni setib olmasa, bu ikki appni Amerikada butunlay cheklaydigan bo'ldi. Ehtimol xabarlarda bor. Bu jihatda eng dastlabki ish yapgan nima? Hindiston Xitoyniki 59 applarni cheklab etgan. O'tganda chegarada azroq mojaro chiqqan ekan. Hozir Amerikanda mana ikkisini ya Amerikaning shirkatlari setib olsin, agar setib oladigan odam bo'lmasa, butunlay cheklab etamiz degan narsani o'tirib qo'ydi. Xalqaro xabarlarni bilgan mushunchlikday, endi vatanniki ahvoli to'g'riliq azroq to'xtalay. Vatanda bo'lgan yaqin ishlardan san xabarlarda bor. Uyg'urlarni umumiylik sulib etdi. Misli o'ylarga sulib etdi. Bu qolgan yurtlarni o'zining uyidan chiqarmas ashta qilyapti. Urumchida bo'lsa, xili ko'p aholilarni uyidan ko'chirib, opirib, kasal yuqibdi deganlarni bir yerga, masalan, yuqumli kasallar doktorxonasi degandek, qolganlarni boshqa bika o'quvchi yo'q maktablarga opirib, sulab, ikki yerga orib, ashta qilyapti yaqinda. Ondan keyin umumyuzlik Xitoyniki Jung idorasi degan dorisini ichiradigan ish yo'li qo'yilib ketdi. Biz uniki nurg'un rasmlarini ko'rdik. Hech qanday xat yo'q dorilar. Biz andan keyin o'tgan haftada degandim bu doriniki 6 yoshdan kichik bolalar ichadigan, 6 yoshdan 16 yoshgacha bolalar ichadigan, andan cho'nglar ichadigan turlari bor ekanda. Men de yaqinda yana bir xabar oldim. Buniki Naya ve onundan yukarı derece kadrlar ichadigan dori debmi? Nusxasi bor ekan buniki. Mushunda ko'p nusxasi bor ekan. Bunu anladım. Endi Xitoylar Uyg'urlarga bu dorilarni ichib ketdek ichirdi. Meniki hozir yangi deganlarga o'xsharim. Urumchida bu dorilarni majburiy ichish to'xtabdi hozir. Birisi dorini ichish to'xtabdi. İkincisi aşu karantin qildik deb boshqaga ketgan Uyg'urlarniki ayrim opirib sulab qo'ygan Uyg'urlarniki bir qismini quyib turibdi hozir uyda ekan. Uydan sirtga chiqishga bo'lmaydi ekan, lekin uyga qaytib kelibdi. Abetin dinindek dorichi to'xtabdi. Lekin hozir endi umumyuzlik har kunisi hamma odamniki gelidan suyuqlik qilib Xitoy virusini bormi yo'qmi shuni tekshiradigan ish majburiy elib berilyapti. Bütün Uyg'urlarga Urumchida bo'lib bu. Yaqindagi bu Janub va Shimolniki xabarlarni ancha olmadim. Urumchining xabarlari ko'proq. Urumchida bo'lgan ahvolimiz shu. Andan keyin shu dorichni ishni to'xtatdi, lekin o'birniga cho'qim dezinfeksiya qilingan deb o'birni ishlatilgan dorilarni taqitibdi. Uni ishlatib o'tibdi, lekin ishlangan dori to'xtabdi. Endi yaqindagi ko'pimiz tipirlab ketdik, mana shu bu Xitoylar bir shu Xitoy virusiga qarata bir dori ishlab chiqib, buni Uyg'urlar sinab qildi. Yaqinda vatanda bo'lgan ishlarniki umumiy ahvoli shu. Buni sinab qildi. Dorilarni ichirib etdi. Andan keyin bir qism odamlarni kasal qilib, virusni yuqtirib, shular bu dorilarni ichirib, mana sinab qildi bular. Sinab qildi. Shu agar buniki ifodalari nima desanglar, masalan,
Ürümchidagi yuqumli kasallar doktorxonasiga hali ko'p Uyg'urlar kirib suv o'tgan. Keyin shu yoqqa shayga borganlar qarasa, u yerda kasal yuqmaganlarmi bor ekan. Ba'zi kasal yuqmaganlarni olib kasal virus yuqqanlarni bir o'ylay tiqib ketibdi bular. Buniki boshqacha tushuntirilishi yo'q. Meniki tushunishimda Xitoylar bir qism Uyg'urlarni kasal qilib, virusni qasddan yuqtirib, anadaki dorilarni ishlatib sinab qilyotidi deb tushundim. Masalada mushtaq kasallik Xitoyning o'zini tashqatida bu dora sizniki immun kuchingizni kuchaytirib, mesela kasal yuqishniki oldini oladi. Agar kasal bo'lgan bo'lsangiz davolab saqaytiradi degan tashqatlarni qilyotidi. Odatda kasalning oldini oladigan dorilar asosan vaksin bo'ladi, immunization vaksin. Uyg'urlarga bu ukul bilim o'g'anlarini anglab bakmadım men yaqinda. Şuna Uyg'urlar bu vaksinni ishlatdi deb o'ylamayman men. Nimishqa degan chog'da men bu to'g'ri hech qanday xabar anglayolmadim. Lekin bular kasal bo'lganlarni davolaydigan yoki shu kasal bo'lishning oldini oladigan mustaq dorilarni Uyg'urlar sinab qildi deb tushundim men. Buniki hankilarni epirilishi o'zirmi debdi. Bu dorilarni ichirish nisbati 100% yetdi deb Xitoyning bir maqolasini chiqdi bu vaqtda. Şuna bu doğrusunu sınaq qildi deb o'ylayman men. Endi ma ikkinchi yoqqa chiqqan yana bir xabar shu bizning vatanda 2018-yilda yuz bergan Uyg'ur bolalarini o'ltirish xabari. Men bu to'g'riliq o'tgan yil 7-oyda shu videoda so'zladimmi, esimda yo'q, o'chada video chiqarayotganmi, emasmi, o'tasi esimda qolmabdi. Men bu uchurini elib, u uchur nima desanglar, men 2019-yil 7-oyda olgan uchur 2018-yili Xitoy hokimiyati Sharqiy Turkistonda bir kecha Uyg'ur bolalarini o'ltirish harakati yapib qolgan, maxfiy. Intayin qattiq maxfiy kechida bolalarni shu bolalar lageridan avtobusga besib bir yerlarga apirib, ularga sutga o'xshaydigan bir narsani beribdi. Bolalar bir avtobusga 50-60 ming odam besib oladi deb anladim men. Apirib bu dorini oq narsani ichgandan keyin shu yerda bolalarning hammasi pok yerga tushadi ekan. O'lib ketadi ekan. O'lgandan keyin kechish ko'ydi deydi. Men u chog'dagi anglagan xabarimda bu bolalarni shu lagerlarning qishiga silingan jasad ko'ydirish o'rinlariga apirib, shu yerda dorini ichirib, shu yerda bir kecha bolalarni ko'ydi deb anglagandim. Tunugun shu Twitterga bir Xitoycha uchur chiqdi. Birlar shu chog'dagi voqeani yozib, shu chog'dagi voqeada mushtaq qildi Xitoylar. Ularniki shu bir oqshomda o'ltirgan Uyg'ur bolalarining soni 300 ming debdi, Sanshvan debdi. 300 ming. Ondan keyin men egallagan uchurga sal o'xshamaydigan yeri bularni o'ltirib, yarim kechada o'ltirib, yerlarni qo'lab, ko'ydirib jasadni, ondan keyin kunbatdi deb yozibdi u yerga. Endi 300 ming degan son bek cho'ng. Men buni olgandan keyin inglizcha yozib, o'zimniki burungi uchur bilan birlashtirib Twitterga chiqardim. Xalqaroning diqqatini qo'zg'asin deb. Ondan keyin shu Xitoy uchun yozgan kishiga ayrim uchur yo'lladim men. Bir kurashgan bo'lsa, shu uchurimizni nani oldingizda. Endi o'zimniki uyda Sanvan deganni Sanshvan deb xato yozib qo'ydimki deb o'ylab qoldim. O'tganda 2018-yili shu Korlida bir kechada 3 kentniki odamni o'ltirish voqeasi bo'lgan. 2018-yili. Shuni menga yetkazgan qarindishimiz Xitoycha Shvan debdi-ku, men shu 100 ming odamni o'ltirdi deb e'lon qilgan. E'lon qilsam keyin o'zi men bilan aloqalashib Shvan deb qo'yibdi, aslida Yeventi 10 ming odam. 3 kentni tuzitibdi, 10 ming odamni o'ltiribdi degandi. Endi ma'lumi 300 mingga qaraganda 30 ming bo'lish ehtimolligi cho'ngroq deb o'ylayman men. Uni yozgan kishidan javob kelmadi. Endi meniki ko'nglimda nurg'un savollar bor. Nima desanglar, men izchil turib deb kelyapman. Shu Xitoylar turma, lager, anikin majburiy ishlash zavodlari aniki ishkiriga o'tkazgan Uyg'urlarni qo'shganda 5 million oshdi deb faraz qilaman men. Nima ish desanglar,
hozirgi vatanga bag'alarniki hammasini ko'rgan ahvoli shaharlarda Uyg'urlar yo'q. Shaharlarda Uyg'urlar yo'q. Yezlarda erlar yo'q. Bizga nurg'un videolar keldi mesela yaqinda. Etizishayotganlar ya qiyirlar erlarniki, bo'lmasa ayollar. Erlar yo'q. Bu odamlar ne ketdi? Bu o'zimizning hisobida 18 milyon Uyg'ur bor. O hozir u yerga berib ko'rganlar bularni ko'misa, bu odamlar ne ketdi? Men shunga o'shan hamni qo'shganda 5 milliondan ko'p odam tutilib ketdi deb o'ylayman. Bolalarni qo'shganda. Endi cho'nlar 4 milliondek odam tutilib ketdi deganda, tutilganlarning ko'pinchisi yoshlar bo'lgani uchun 45 yoshdan tuvanlar. Ularning kichik bolalari bor degan gap. Agar 4 milliondek odam tutilib ketgan bo'lsa, ularniki ota-onasiz qilib qolgan bolalari 1 millionga bordi degan gap. 1 milyon emas, bir 100 bola var, yeslini paras qilib qo'yganlar. 100 bolani beqish qanchalik bir qiyin ish ekanligini. Hozirgi matbuotga chiqqan son 500 mingdan ortiq Uyg'ur bolalarini bolalar lagerida so'vatdi degan doklad chiqdi inglizcha. Mening farzimcha 1 milliondan eshish mumkin. Bu Xitoyning iqtisodiy tushyotidi. Buncha bolani beqish iqtisodiy jihatdan, moddiy jihatdan intayin cho'ng yuk Xitoylarga. Ashta bu boshqa mushtaq ishni qilamdi deganda qiladi menimcha. Uning ishini men. Anadaki işte bir kechida 30 mingdak Uyg'ur bolalarini o'ldirib tashlamdi deganga uning bir ishini men. Bular bunda ishni kechisi qilgan bo'lg'achqa, kechisi qilgan chog'da osmondagi sun'iy amralarni asosan ishlamas bo'lib qoldi. Yerlik narsani ko'rmaydi degan gap. O birinchisi ishildi degan chog'dami xalqaroniki bunda aşağıdan xabar bo'lmag'achqa oldin ola shu rayonlarga sun'iy amralarni to'g'rilab, kechisi ko'ralaydigan asablar bilan ashalarni videolarga elib uchurini to'plash budashini qilmagan ekan, Xitoylar bir akşamdalik qilib bo'lsa bu ishni butunlay mumkin deb o'ylayman. Endi menga ko'ngil bilib, men mana uchurini chiqarsam ansiraydigan qarindoshlar bor, ko'plari menga ayrim uchurimni yo'llab boshqa qildi. Endi bizga bo'layotgan ziyon bak cho'ng, mana bo'lib ketib bordi. Xalqarada Uyg'urlarning ishini tekshirish bu jihatda bir haqiqiy ilingan qadam yo'q, tadbir yo'q. Mushta bir ahvolda bizga kelgan uchurlarni biz o'tirib chiqaramasak, obro'yimizga ta'sir etish mumkin yoki men yolg'onchi bo'lib qolishimiz deb. Ashta qilsak bo'lamdi menimcha. Menimcha bo'lmaydi. Men burun ko'p deydim agar vatandan millatni olib qolsak bizning hayotimizni qiymati qolmaydi deb. Hozir his qilyapmiz buni, Uyg'urlarimiz. Başta bu başka, ben iş olmayan çağda İngilizce whistleblower da koydu, piştek çağıçıydı. Hey, miyad bana bir iş bu atıdı da çorur pişerek çalıp, man dikkatli olalım da bir iş bu atıdı da. Ben şu işi olsam kılay. Dep şu işin kıvatı ben. İngilizce yazdım, 3 tane hepsini yazdım. Ötken yazgan İngilizce şuşur bilen muhakkatım ikisini birleştirip bulan çıkırıp koydum. Alıki bir kardeşimiz yazgan Xitayca uçurun hepsini koyuş bulamken. İş olması bilip kalsın. Bilib qalsın, işte bo'lganda biraz mushta ishlarni kuzatalaydigan, tekshiralaydigan imkoniyati bor. Xalqaroliq organlar bir ish qilib qolsa ajib emas. O'lib ketgan bolalar bekor ketmasin deb. Xitoyniki qo'lidan bu ish keladi, bu ishni qiladi. Xitoy uchun Uyg'urlar bir ortiqcha millat hozir. Uyg'urlarniki adamiy ularga kerak emas. Lekin 500 mingdan 1 milliongachilik bo'lgan bolalarni beqish bu intayin cho'ng qurilish. Hech qanday iqtisodiy kirimi yo'q. Nayt jiq bo'lib ketadigan bir qurilish bu. Ashta bu boshqa Xitoylarniki qo'lidan bunday ishlar keladi. Bu tunji qitim emas. Xitoylarniki cho'ng ko'lamda odam o'ldirishi. Yakan voqeasini bilsizlar. 5-yil Urumchi voqeasini 40-yilini bilsizlar. 2018-yil Korluda 10 mingdak Uyg'urni o'ldirib 3 kentni tuzdivatdi. Buni dunyo o'qmadi. Dünyada hech qanday xabar chiqmadi. Yakandagi qirg'inchilik haqida ba'zi chet elga chiqqan Xitoylar yozdi buni xitoycha. Ba'zi kentlarni tuzlab, kecha shu tuzlatgan kentning yeriga jirindib ketibdi bular. Shunga agar u yerni har kuni rasm yaptırmagan bo'lsa, shu vaqa bo'lgandan keyin ertasi yerda qarasa, u yerda kent bor desa hech kim ishlamay ekan. Ashta quvvat deb, shu chog'dagi shu ishga qatnashgan Xitoyni gezgan narsa shunday. Hatta bu başka bundak mümkünçilik bütünlüğü bağda oylayamam. Endi biz bu gaplarni deyli.
Abetin Pompeo'niki bir gapim deb qo'ydim. Pompeo hozir xalqaro uchun bir strategiya tuzib berdi. Xitoyga qanday muomala qilish to'g'risida. U nima desa, Xitoyga ishonma, undan keyin jazmlashdi dedi. Distrust and can verify them. Distrust and verify. Biz Xitoyga muomala qilganda bundan keyin boshqa muomala qilmasak bo'lmaydi dedi. Xitoyniki hech qanday samimiyatligi yo'q. Uyg'urlar haqidagi uchurlarning hammini birinchi darajalik maxfiy, davlat maxfiyatligi sifatida bular uyushiryotdi. Bizimki vatanga ishchiga borgan bir Xitoyniki Qahraton jurnaliga bergan ushurlari bor. Nima deydi desa, u Xitoy shu bizning vatanning bir yerda dushanba kuni bir bayroq chiqarish murasim bo'lib ekan, qarshi qiziqarliq berib rasm tassa, birdamdilarmikin soch kiyim yo'q sochlar kelib tutib, akitib, sulab, 3 kun sulab, so'roq qilib buni nima edamdi. Oxiri telefondagi butun rasmlarni o'chirib, sen bu yerdan ketkichilik hech qanday Uyg'urlarning rasmini tasam bo'lmaydi deb aytib qo'yibdi. Ya'ni shu Xitoy bizim vatanga boradigan chog'da xuddi bir chet elga chiqqandek chiradan o'tibdi. Shu chirada o'tgan vaqtida telefoniga Xitoyniki qaysi vaqtda nelar yurayotganligini hukumatga ma'lum qilib turgan bir app qachilabdi. Qachilab bu 3 oyda turib keyin qaytadigan chog'da yeni shu chirada o'tgandek bir yerdan o'tibdi. O'tgan vaqtida appni telefondan evitibdi. Bu app chet elga chiqib xalq bilib qolmasin deb. Mush darajada kontrol qilib Uyg'urlarning ishini. Shunga biz shu xalqarалық hukumatniki amaldorlari ko'chgan chog'da, muxbirlar ko'chgan chog'da mush gapni desak bo'ldi. Hozir bizning vatandagilar ilojisiz yaqin chiqqan uchurlarni o'ziniki jinnini tavakkul qilib turib chiqaryapti sirtqa. Dunyo bilsin deb. Endi biz dunyoga bildirish bizning majburiyatimiz. Shaxsan men o'zimniki yaqinlari biladi obdan. Yolg'onchi bo'lib qolamdim, nima bo'lib qolamdim, karim yo'q uning bilan. Qo'limdan kelganini qilaman. Bunday kimashliq. Shu uchrab bor qarindoshlar menga yo'llab bersanglar bo'ladi. Agar birisi izlab kelib, sen nima uchur taqtibsan desa, men shuni oldi deyishim vaqti kelgan chog'da. Ular meni izlab kelmay Xitoy hokimiyatini izlash kerak. Agar Xitoy hokimiyati hozirgidek uchurni qattiq kontrol qilmagan bo'lsa, Sharq Turkistonga chet elniki hukumat amaldorlari, muxbir va boshqa odamlarni baqal qo'ygan bo'lsa, biz mumkin qolmaydik. Bu yerki gunohkor biz emas, Xitoy. Bu narsa nihoyatda aniq bo'lishi kerak. Ondan keyin tunogin, ama bir kun 5-stakan bir kunga bir Yaponiyadan Xitoyga berib yurak almashtirgan bir Xitoy bir narsani pash qildi. O nima desa shu Xitoyga yurak almashtirib berib ekan, 10 kun ichida 3 yurak chiqibdi buningga. Mana Xitoy ayolga mos kelgan. Bu xabar chiqib ketdi inglizcha. Chiqib ketgandan keyin men bu haqda bir narsa yozdim inglizcha. Halbuki poyezd stansiyada ko'k kiyim kiyib olgan Uyg'urlarni bir to'shiyotgan bir video bor. Shu ikkisini birlashtirib, men xalqaroga bundan keyin mush ikki voqeani birlashtirsanglar. Uyg'urlar alayda tanlangan Uyg'urlar qarab beqinglar. Hammasi hammasi yosh, hammasiniki beshiniki shakl o'xshaydi bir-birisiga. Bular alayda tanlangan Uyg'urlar, mush Uyg'urlar cho'qim ikki a'zo sodisi uchun tanlangan Uyg'urlar. Ani bilan mavu ayolning degan gapini birlashtiringlar. Hozir Xitoyga ikki a'zo almashtirman deb borsa, 10 kundan bir ochiq vaqtda mashaq o'ziga maskalagandan natija chiqadi. Sababi nima desa, Xitoy bütün Uyg'urlarniki DNA, biologiyalik uchurlarni yig'ib oldi, kompyuter qachilib oldi. Ondan keyin hozir rasmiy inglizcha medialarda deklaratsiya qilingan ishkiga yukab akitilgan Uyg'urlar soni 500 mingdan oshdi. Bu Uyg'urlar nerede, nimishqa apardi o yerga? Bu ishchilar emas, ishchilarni bular oshkor qildi. Madamlarni butunlay maxfiy, yo'lovchi to'shiydigan poyezd emas, yuk poyezdda darizasi yo'q. Yuk poyezdda to'shib kechisi ashta qilib ishkiga akitib oldi. Mush Uyg'urlar nerede? U Uyg'urlar nimaga sanlamayotdi? Mush ikkisini birlashtiringlar deb men bu to'g'ridan birda chiqib qo'ydim. Bu gaplarni men yerda deyishim sabab hozir Uyg'urlarchida nurg'un kishilar bor, palat epavraqan. O'xshamaganlar kurishyapsizlar, hukumat amaldorlari bilan, muxbirlar bilan, faoliyatchilar bilan degandek.
müştahal kuruşken çağda müşni emmimiz değil. Demiz tan değil bu gapni. Bu ben 100% işleyemem müştah bu atqalıqıga. Eğer siz işlensiniz bunu den. Bizim çeteliklerindeki kılagaşımız şu. Vatandakiler cenni alqanğa epip durup uçularını çatır çıkarıp atıdı. Biz bunu yetkizeyli. Anda en ahırda dediğin bir gipim hazır mı yine nurgun kardeşler biz çeteldekiler neymiş kalayımız degan suallarni ko'p so'raymiz o'zimizdan boshqalardan. Yaqinda meniki bir yaqin do'stim bor. O'yinimiz menga bir taklifni berdi. Hozir endi dunyodagi hamma yerda kishilar maskaga ehtiyoji bor. Hatta bu boshqa Uyg'urlar sharoiti bor bo'lsa, maska ishlab chiqarib kishilarga taqasa haqsiz deydi maskaga. Aş taklifni bilib bo'lgandan keyin nimada Twitter'da bir resimni ko'rib qoldim. Bir chet ellik Angliyalikka bir ko'k maskani taqib olibdi. Ko'k maskada Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi to'xtatilsin deb yoziliq. Stop Uyghur Genocide degan xat bor ustida. Shu maskani taqib olibdi. Madem o'shuni chiqargan chog'da men bu maskadan 50 tane setib oldim deb chiqiribdi. 50 tane setib oldim deb o'zini taqib olibdi ekan. Keyin men Rahima Mahmud So'mizdan so'radim, buni sizlar qilg'ashmi desam, biz qilg'ash dedi. Shu Rahima Mahmud So'mimiz hamkorlashayotgan Angliyadagi bir tashkilot ishlab chiqaribdi bu maskani. Bo'lsa chet eldagi qarindoshlar buni o'ylashib baqsanglar, agar mushtahlik ishni qilmayman desanglar, iqtisod lozim bo'lsa biz umumiylik chaqiriq qilib iqtisodlarni to'plag'ili bo'ladi. Mushu endi hozir pul xarjlaydigan ishlar ma'lum. Agar biz vatandagi ahvolni to'xtatib olmasak, oxirida bizga hech nima qilmaydi. Shu hozir ham chet eldagi Uyg'urlarni biz o'zimizdan barligini atab ishlarni qilgan yerda keyin shu ishlarni paranglashib qilsam, yana bir qarindoshimiz, singlimiz hozirgi nurg'un davlatlarda plastik xalta yemeklarni qaçılayan xaltlarni amaldan qaldırıb atdı. Şuna rəx xaltı tikib, aşın dükkanlarının aldığı bir kağıt taqasaqmı, bak önüm buldu dedim. Oxşaş xat bilan Uyğur irqi qırğınçılığı toxtulsun degan xatlarni besib başda qısaq deydi. Şuna müştal oluşub yaxınlar, bundaq işlarni maska xaltlarni taqitish ishini Türkiye'nin o'zida qilishninki zurriyati yo'q. Türkiye hakimiyet beşi ahvolni azaldan amanla bilsizlar. Hozircha Uyg'urlarga hech qanday bir foyda kelgandek emas. Hatta bu boshqa bu narsalarni Turkiyada yasab, tikib, boshqa yerda taqasa, menimcha tanarqinlarda azan to'xtaydi deb o'ylayman. Shunga hozirgi sharoitda Uyg'urlar shuni nima ish qilaman degan qarindoshlar mushu ishlarni o'ylashib baqasizlar. Amasi bo'ladi, bugungi deydiganim shada to'xtatay. Ikkilar hafta ko'rishishga omon bo'linglar. Xayr, xo'sh, Allohga omonat.